AQSh maxsus kuchlar tomonidan qo'lga olingan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro AQSh giyohvandlikka qarshi kurash boshqarmasining Nyu-Yorkdagi shtab-kvartirasiga olib kelindi. Ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan video lavhalarda Maduro olib ketilayotgan avtokarvonni boshqarmaning maxsus bo'linmasi xodimlari qo'riqlab borgani ko'rinadi. CNN'ning xabar berishicha, Maduro va uning rafiqasi Nyu-Yorkning janubida joylashgan Bruklindagi vaqtincha saqlash markaziga olib kelingan. Xabarlarga ko'ra, Nikolas Maduro va uning rafiqasi dushanba 5-yanvar kuni Nyu-York sudida so'roq qilinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 3-yanvarga o'tar kechasi AQSh Venesuelada harbiy operatsiya o'tkazdi. Ushbu operatsiya davomida amerikalik maxsus bo'linma a'zolari Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Silvia Floresni qo'lga oldi. AQSh Adliya vazirligi ularga nisbatan narkoterrorizm maqsadida til biriktirish, kokain olib kirish, AQShga qarshi qo'llash maqsadida qurol va portlovchi moslamalarni saqlash ayblovlarini ilgari surmoqda. Donald Trump AQSh Venesuelada qonuniy hokimiyat almashinuvi amalga oshirilgunga qadar mamlakatni boshqarishini ma'lum qildi.